Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana Xudo xohlasa bu joyimizda ham tepa qismi butunlay bitdi. Bu joyimizga umumiy hisobda 258 kvadrat alkafon ishlatdik. Va shu ko'rinishga keltirdik. Ko'rib o'z bahoylarni berib olasizlar. Bu joyimizga Andijonning Andapolik brendiga tegishli 21 mikronli 1006 alkafonlar ishlatilgan. Bu joyimizda Xudo xohlasa hozircha ishlarimiz o'z yakuniga yetdi va qanchadir muhlatdan keyin mana shu birinchi etajiga parapet chiqariladi. Shu parapet chiqarilgandan keyin yana ozgina ishimiz bor. Va bu parapet qismi tayyor bo'lgunga qadar biz boshqa joyda boshqa ish qilib kelamiz, Xudo xohlasa. Kuzatib boringlar. Videolar qo'yib boramiz.